Qanaqa ayolsan o'zi? Farosating bormi sani? Hech bo'lmasa ham o'tirgan joyingni tozalab o'tirsang bo'lmaydimi ayolligingni qilib? Ulgurmayapman, charchab ketyapman. Odamman-ku mana. Yaxshi ham san borku, ikki xonali uyda turasan. Hovlida tursang bilmadim, o'lib qolsang kerak. Bo'ldi. Baqiraverdimmi, keli. Yashamayman sizdan, ketaman oyimga. Jonimga tegib ketdi. Bor ketsang ketaver. Baqirmayman menga. Men erimga boshqa sabr qila olmayman. Menga umuman e'tibor ham bermaydilar. Bilmayman. Meni sevmay qo'yganlar. O'zingchi, o'zing eringni hurmat qilasanmi? Uni tushunasanmi, qizim? U menga qanaqa munosabat qilsa, men ham unga shunaqa qilaman-da. Unda qizim, mo'jiza kutma. Sen hozir ko'zguga o'xshab eringni hamma xatolarini takrorlayapsan. Xotin ongli jonzot. Erkakdan farq qilish kerak. Erkak kishiga uni tushuna oladigan ayol yoqadi. Agar sen eringni qirol deb bilsang, sen qirolichalardek, malikalardek yashaysan. Xotin erkakka o'zini yaxshi xislatlarni ko'rsata olishiga yordam berish kerak. Har doim eringni o'zingdan yuqorida bil. Shunaqa yaxshi qiz bo'lib eringni hurmat qilgin. Xo'p qizim. Xo'p, oyi. Rahmat.